Assalomu alaykum. Bugun ko'pchilik obunachilarimizdan kelgan savol bedana tuxumining erkak kishi organizmi uchun foydasi haqida suhbatlashamiz. Bedana tuxumi nafaqat erkaklarga, balki ayollarga ham foydasi juda katta hisoblanib, tarkibi oqsillar, aminokislotalar, xolesteringa juda boy hisoblanadi. Shu bilan birga lizotsin, tirazin, litsetin, A vitaminlariga ham boy hisoblanadi. Bedana tuxumi 5 yoshgacha pishirilgan holatda, 5 yoshdan keyin xom holatda ichish tavsiya qilingan. Foydalari teri elastikligini yaxshilashda, qon tomir elastikligini normallashtirishda, immun tizimini yaxshilashda, oshqozon ichak yo'llarida ish faoliyatini normallashtirishda juda foydasi katta. Shu bilan birga ko'rish o'tkirligini yaxshilash, bolalar va qizlarda fertil davrda gormon almashinuvini normallashtirish, balog'atga yetish protsessini normallashtiradi. Ammo bepushtlik kasalligida yoki o'tkir yallig'lanish kasalligida, tuxum yetishmovchiligi yoki infeksion kasalliklarida bedana tuxumi u yoqda tursin, tovuq tuxumi, tuyaqushni tuxumini iste'mol qilinsa ham foydasi yo'q. Lecheniya, ya'ni dori vositalari bilan birga qo'llanilsa bo'ladi va profilaktika uchun ichib turilsa bo'ladi. Uramax Med Center bizning vazifamiz va bizning maqsadimiz sizning sog'lig'ingiz.